Men bayqadimchu. Programmamiz qo'yilib ta hozirgacha mana 6 yil bo'pti. 2017 boshlagan bo'lsak, yil sonini hisoblagan vaqtda. Mush jarayonda nurg'un ishlarimiz, ko'rmalarimiz bizga dedi. Programma bek yaxshi menyapti. Shinjongdagi birdan-bir eng cho'ng bo'lgan cho'lponlar sanasi bo'lib qoldi. Buningdan keyingi taraqqiyot texim yaxshi bo'lsa deydigan umidlarni, tilaklarni bizga tilagan bo'ldi. Qo'shildik. Hammalarga rahmat, ko'rmalarga rahmat, yaxshi ko'rib ko'rayotganlarga yana. Lekin mushning bilan qo'shilib yana bir qism ko'rmalarimiz davomliq. Biz har bir inson taqatqa vaqtimizda falon ish chiqsinmamdi, pustanchichu, a chiqqan bo'lsa yaxshilti yoki ma chiqqan bo'lsa yaxshilti deydigan o'ziningki kutgan bir odamlarni, kutgan cho'lponlarni talab qilgan menda bir ishlar borchu har bir sanda. Ularga nisbatan biz shuningga tirishchilik ko'rsatyapmiz ta hozirgacha. Sizlarning mush ko'rinmalarninki yoqtirishi bo'yicha shu yo'nalish bo'yicha menyaptimizda. Meningki planimda bo'lsa Shinjongliklar emas, boshqa o'lkalardami nom qozongan donliq cho'lponlarimiz mayli kino sohasida bo'lamdi, naqsh sohasi bo'lamdi, usul sohasi bo'lamdi yoki san'atdan halqagan boshqa kasblarda nom chiqargan bunda kishilarimiz bo'lsa-mu, sanamiz davomli shularni qarshi oldi. Sanamizniki birdan-bir talabi bizga ustoz yo'lliq bo'lsa, mishaga chiqqanga tushliq, mancha million ko'rinmanimiz ko'rganga tushliq shularga azroq bo'lsa-mu bir qo'zg'atqish, ta'sir kuch beralsa deb turib ma'ni orzu qilamiz emasmi? Shuni ko'zda tutib turib bizdami bir tanlash-tanlashlar elib berilyapti albatta. Shuningga 2023-yillik shu alayda sonimizga alayda taklif qilgan bir cho'lponimiz bor. O cho'lponimizni hamda ismini bevoslam atib aytsam, bak oddiy bo'lib qolamki deb o'ylayapman. Men avvaldan so'rab baqa Shinjongda ishlangan filmlardan qanchisini sanab berasizlar desam, cho'qim sanab aytsizlar. Barmoqlarimiz yetishmaydi, kinolarimiz bekchiq. Turpandagi muhabbat naqsi degan filmni ko'rganlar bormi? 1 2 3 4. Onda bo'lsa Turpandagi muhabbat naqsi ko'rgan. Mehmetdan 2008-yili ko'rgan. Yepak yo'li rivoyati bunimi ko'rgan. Anandagi mush yaqinda texe mod bo'lgan bir film bor. Oddiy qahramon deb ko'rganmi? Bilet deb ko'rganmi, uyda ko'rganmi? 4-5 filmni hozir bu alayda atishimdagi sabab mush 4 filmga munosabatlik bir shaxs. Hozir ism kelgani shu juma. Uningdan boshqa nurg'un filmlar bor. Darrov ism kelgani mush filmlar bo'ldi. Munosabatlik bir shaxs. Sizlar kimdir? Albatta siz dedingiz shu Arzugul Reshitov 2023-yillik Abida Cho'lpon keldi programmamizga alayda taklif qilingan ham shaxsan men o'zimmi eng yaxshi ko'radigan artistlarning biri bo'lgan Arzugul Reshitov adamni sanamiz taklif qildik. Bo'ptimi? Bek bo'ptimi yo bo'p qoptimi? Bek bo'ptimi? Ona bo'lsa sanamizda biz uchun, ko'rmalarimiz uchun, ham sizlar uchun Arzugul Reshitovingiz marhamat. Qanday ahvolingiz yaxshi turdingizmi? O'zing salomat. O'sha shu bitlamaylik Mehmetdan 2008-daklar. Faqat o'zgarish deydigan narsa yo'q. O'zgarmamsa-da? O'zgaramiz. Xush kelibsiz-da programmamizga. Sizning mo xabaringiz va mening mo xabarim bor. Jiq chaqirib ketdi. Ani fursatlar faqat yar bermadi. Mushu 2023-yillik mush sonlarimizga bir olishib, bugun mushta bir fursat o'qibdi. Lekin shaxsan men siz rol olgan filmlarga izchil diqqat qilib turgan, o'zim yaxshi ko'radigan artistlarimning birisi edasiz. Tomoshabinlar, ekranda ko'rmalarmi, jiq talab qilgan artistlarning biri edasiz. Hayajonlanyapsiz yaxshidan. Uzoqda tomoshabinlar bilan ko'rishmagan. Mush fursatni yaratib, mush fursatni berib, endi meni cho'ng ko'rib taklif qilganlarga ko'p rahmat. Rahmat. Sizga rahmat edi, sizga rahmat. Programmamizni bundan buni ko'rdingiz edi yaxshan. Ko'mdingizmi? Bir necha sonlarni ko'rdim. Qanday bo'pti? Yaxshi. Masalan, programmaga 10 nomer berangsam necha nomer qo'ysiz? 9-5. 9-5. Nereden tatildi 5 nomer? Yaş qilib, yaxshi bo'pti. 10 nomer desam hamda biza nomerni tatishlar bo'lsa pek güzel bo'ladi. Ha. Chiqib azroq bir kam cho'qimda bo'ldi demoqchi bo'lar. Har qanday mukammallik uchun cho'qim biz intildik-miz, lekin mukammal bo'lib ketgili bo'lmaydi ekan-ku bu insoniyatning ishtirida. 9-5 degan nomer xeyli nomer bo'lma. Rahmat edi. Unda bo'lsa yaxshi quruq kelmadingiz. Hamda ota-oydan bizmi chaqirgan ekan, bo'za qilib olmasak bo'lmaydi. Ish qilib bek bo'za qilmoq.
Ya boza qilib urib o'ynamaymiz-da. Sizda baqsizlardan foydalanib bir huzurlanmasaqlar bo'ldi-da. Eng oldi bilan unda bo'lsa-da, uzun yillardan beri shu ziyoratni faqat qabul qilmaysiz-ku, sizningki mijozingizni bek bilaman. Sizningki amiliqi kasbiy jihatki, axloq, o'zingizda kasbidagi qozongan natijalaringizga hurmat qilaman, ham yaxshi ko'raman. Uningdan boshqa yana sizningki shu sirliq yashashingizga amroq. Shunlashqa biz hech qanday bir ziyorat programmalarida asos jihatdan orzularni uchirtolmaymiz. Ekranga chiqishni o'zini ilaqi bak ochiq oshkora qilib ketishni bak xohlamaydi, lekin programmamizdan 100 cho'nka qilib chiqdi-da. Shunaqada. Haqiqatan nimdabki mijoz xarakterimga o'zimning qilgan tegishlik ishlarimni yaxshi qilsam-la, kasbimni yaxshi qilsam, o'zimni davron silishga bak yaxshi ko'maydi ekanman. Lekin aldırmay o'rganishimiz kerak-ku, lekin Mushtonni boshlab o'tdingiz-da, mush programmada. Ham keyin ulab chiqishga boshlaysiz-da, bizning bozorimizda o'tirib Unda emas. Unda bo'lsa-da, shu ekranlarda ko'rmalarga 2023-yildan keyin shu boshdiki, muhim paytlarda bir deb qo'ydiganlaringiz yoki bo'lsa, bir yurak so'zlaringiz bo'lsa davosingiz, qolgan gapni o'tirib deyish kutimiz. Ma'qul. Ekran oldidagi tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Mush fursatdan foydalanib, sizlar bilan ko'rishganimdan tayin xushalman. Hammalarning turmushining ko'ngillik, tininglarning salomat, ishlaringlarning o'ng'ishli bo'lishini tilayman. Ehtirom tilayman. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa, o'ltirish taklif etaymi? Birdan turamiz. O'tiring unda bo'lsa. O'zingiz xush keldingiz. Nima ishlarda oldirashadi yaqindan yoqi? Yaqinda shu o'zimning uncha planlar bor, bu planlar. Tirishchilik ko'rsatamiz, aldamay bir-birlab tartib bo'yicha bo'lsa. Masalan, mening his qilishimcha-da biz shu yaqinda ko'rgan Oddiy qahramon degan film bek moda oldi-ku. Bo'libmi, amdiylik bu filmni men ko'rdim. Shaxsan o'zim bek yaxshi ko'rdim. Bu filmningki moda bo'lib ketishida sizningki shu qisqa bir ko'rinishingiz, haqiqiy bir onaniki bolasiga bo'lgan shu ichinish, bolasining ahvoliga qarab chidab bo'lmagan shu bir o'ksib yig'lash. Shu qisqa film shu do'yinda o't bo'lib ketgandan keyin onandikin to'xtab turib, nima kinodu bu deb turib, onandikin biz intilib ko'rgan bo'ldik. Sizlar maqshan ko'rdinglar deb qarayman, ha? To'liq ko'rib qoldinglar, ha? Yaxshi baho beramdiq, bundami? Yaxshi cho'qim. Demak, buningda garchi siz bosh rol bo'lmasangizmi, mush filmniki bilet kirimiga nisbatan yaratgan to'hfangiz bek cho'ng bo'ldi deb qarayman. Rahmat qilib bu fursat shu hamma odamga chiqib tayyorlik qilganlarga mansubga deb o'ylayman. Shu rolni chiqish jarayonida mush qilib, o'z vaqtida rolga obraz tanlagan chog'dimi, mishadagi o'rib odat, turmushimizdagi shu inchika halqalar hammani kuzatganda artist tanlash jihatida ish qilib xilibak tanladi. Shu jarayonda siz qanday tanlandingiz? ishkirdagi vaqtlarimda telefon qilganchu. Qandaq teminning oldida shu xizmat bilan borganda vaqtda telefon kelib qoldi. Rolati o'shundaq naq maydonda girim qilgan holatini işte tassang o'tgan to'q, avassang o'tgan deydi. Odatda men girim qilishni ancha yaxshi ko'rmayman, biror cho'ng bir faoliyatlar bo'lsa, endi bugünkidek vaqtlar bo'lsa, qolgan sanchi-muncha. Shu vaqtlarda teminning oldida naq maydonda turmushdagi tabiiy olatimni rasm tartiblamayotdim. Shu birinchi qitimlik ko'rinishda aloqalashlar bo'ldi-da. Andiki Urumchi qaytib borgandan keyin odatda burunqi og'a rollarimda, endi yulduzlar o'zaro munosabatda rol ilish jarayonlarimizni bilgandan keyin artistdan undan naq maydon kelib rol ilish talab qilinmaydi-ku. Bilgandan keyin bu artist menda artist deb biladi. Asan men rolga tushadi ekansan deb vaqtda chaqirtadi. Men ishkirdiki yulduzlar chango endi hisobda jungodagi atoqliq artistlarni ishlatgan ish qilib artistga bo'lgan talab beh yuqori. Biroq qo'rmish shu soatdagi artistlarni bir boshdan ko'rib chiqdi deb o'ylayman. Shu vaqtda menim naq maydonga bordi. Bo'pti bir baqay sinab baqay deb. Yana shu kichik billiq bilan tunji qatim shu rol olgan vaqtlarimdagi rol ilish hissiyotim bilan yangi o'quvchi daxlicha hamda shunday hissiyot berib naq maydonda rollarni ilib qildik. Oldi keyni mushunda rol ilish sinashlar ozomidi. Oson emas, ham qanday ishchi, oson emas menimcha. Shu jarayonlarni o'tkazib, sinoqlardan o'tkazib, bizda sonning talashidan o'tib, oxirida mush rolga chiqdim. Ishqilib mush fursatni bergan o'zimga rahmat aytaman. Men tirishchilik ko'rsatdim-ku. Men burun rollarga chiqib baqqan to'sam nima ish qilman, naq maydon berib, yana berib, qaytadan u yerda rol elib, meni tushungan odam film ko'rsatib bo'ldi-ku deydiganlarm bor. Lekin men unda qilmadim. Bo'pti, men kelgan fursatga berib sinab baqay, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yana davom ettirishamiz deb qo'ysam. Naq maydonda rol elish jarayonida yoqtirib qopti, shuning bilan mushtaq qilib boshlab ketdik rollar. Chiqib o'ng'ishliq muvaffaqiyatli tugadi-da. Yaxshi. Qalay ekansiz. Qanda menshi badingizam hisobda.
yig'lab berdingizmi? Endi bu bir anının obrazı birisiz. Naq maydonga berib yol ilishdan burun o'zim ozroq bo'lsa bir mush to'g'riliq mush hikoyani tushunishim kerakda. Men materiallarni ko'rdim. Tordagi xabarlardan, o'z vaqtida muxbirlarning ziyoratlarini, hatto shunda qanday bir ish bo'lgan. Uning oldida men xabarda anglagan. Naq maydonda bo'lgan bu voqeani-chu. Shunda bo'lsa yana bir cho'nqur bir tushunay. Endi his qilsangiz, haqiqiy chin ko'nglingizdan his qilsangiz ba'zi obrazlar, lekin ifodalashda aniqroq cho'nqurroq bo'ldi-chu. O'qib bo'lgandan keyin o'zim shunda ta'sirlandim. Naq maydonda oldi-keyin kichik bolalar tezlab kelib ketdi-da endi. Bo'lib baxtaydi, ha ma'qul deb baxtim naq maydonda ko'rib, naq ashi bolaninki traktor oldida o'ynab, ashi qo'li uzilib ketgan holat. Bolang mishada qo'lda uzilib ketdi. Mush naq maydonda o'zining ko'ngling bo'lgan holatini mush jarayonni deblam taytsim duzi yo'q. Bizal vaqt berdi, eng muhim bir ko'rinishda qanday qilama bo'pti deb ko'z oldimda uni o'ylayman, buni o'ylayman, his tuyg'ularim bilan. Naq maydonda kichik bolalar ularni ilib tomonidik. Shu vaqtlar ham deyib, mening bir mijozim bor, bir ishni qilsam voya yetkazmay, bo'lmasa qilmayman deydiganchu. Oldi bilan chin his qildim buni-chu. Masalan, navoda mush bolaning ishlari bira onning ustida bo'lsa qanday hissiyat bo'lib ketadi deb ijinishliq onalarniki bir suratlari bor-chu. Shularni ko'rganman, qanday bir holatda bo'ladi. Shularni ko'rib, o'zim his qildim. O'zimning hissiy tuyg'ularni qo'shibchu, naq maydonda o'rindidik. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Shunday qilib, asta-asta mush rolga tanlab qoldim. Mush filmni men ko'rib, men qanday his qildim desangiz, boshqa artistlarga rostga qilsam men diqqat qilib ketamadim. Men izchil sizningki chiqqan rolingizni ko'raman deb men boshdan oxir ko'rib ketdim bu filmni-chu. Ko'rish jarayonida texnik jihatlardan yoki film ishlaguvchi taraflar nuqtasidan ilib etgan vaqtda kamtuklik haqiqatan mavjud. Bu filmda masalan alayda texnika bizning davlatimizning kinochiligi hozir xeyli yuqori saviyalarga yetdi emasmi? Cho'qim mandara qivitamiki, ya'ni deb qolgan texnikalik masalalarda unda chiqmay qolgan bir yo'q. Lekin sizdan buni yo'g'itibsiz edi. Sizning tirishchiliginiz bilan boshqalar uchun qandayki unuqmadim. Menga shu birdan bir ta'sir qilgan siz oldingiz. Uning ustiga ya buronda tatib sizga bek diqqat qilganligim uchun, yaxshi ko'rganligim uchun ashtami? Yoki bo'lmasa, ko'riman nuqtasidan ashta his qilgan nuqtam shumi unuqmadim, lekin menda ashunda bir xil his tuyg'u bo'ldi. Andan keyin rol elish aktyorligingizga yana bir qatam qoyilligim ashti deyishga bo'ldi. Voy rahmat qilib bu kinochilikchi bir afsonlarlik bir san'at shakli ekan. Har bir rolni olib bo'lgandan keyin chiqib pushaymon qildingizmi, ashtandimi? Ashta yelrim bo'lgan, lekin vaqtim o'shni ko'rish jarayonida o'zim ta'sirlandim. Men kinoga haqiqatan burungi kinolarim qaragandimi, turmushdan o'rgangan his qilganlarimizni haqiqiy chin ifodalab berish uchun turmushga cho'kishimiz kerak-ku. Haqiqiy cho'kib shuning bilan obrazni hemi yaxshi o'rindash uchun o'zimizmi pastda tövanda tirishchilik ko'rsatamiz. Masalan, atima ko'rinishni oladi deb biz debjani ba'zi kashdim xayol qilgan gap. Eng muhim maydonga bu maydonni qanday qilsam, hamda ta'sirlik shu necha odam naq maydonni saqlab turdi-da, o tayyorlikmi tuzuk yo'q. Başlaydı hozir, tayyorlik qildi bu holatni qanday olsam bir yaxshi chiqadi deb birinchi kuni o'zim misol, chunki mening atrofimda men bilan moslashgan artistlarning hamsi sizlar bilasizlar, ataqli artistlar. Ular shunchalik amdi kasbini suyib shunda qizg'in holatda rol olgan yerda shu Shinjongdagi Uyg'urlar artisidagi o'sha Uyg'urlarga vakolatdan chiqmanda u yerda men o'zimni qat'iy yaxshi ilishim kerak deb tirishdim. Shu maydonni ish qilib, tarafdan o'ylandim. Naq maydonda oyoqdan tanshayotdi. Sen hech qanday ta'sir uchun men orzuga tayyorlik holat kirishing kerak deb o'zim tanshab turmanda, oyoq qarab turib. Ala bunisi vaqt sizga bermaydi. Burungi filmlarimda menga biza vaqt beringlar aytdim. Men unda qat'iy undaq emas. Ben o'zimni oltirib tayyorlik qilib turman. Oyoq boshlandi deydi. Naq maydon kirishib bilan shu jarayon chiqarib bersiz. Ashta ilishlar bo'ldi. Herhalde yaxshi oldu deb o'ylayman. Voy, yaxshi oldu. Endi burungi filmlaringizlar adam hozirgi filmlarniki farqi bo'lsa, burungi filmlar asos jihatdan Shinjongning muhitini asos qilgan kinolar hisoblanadi shundaqo. Lekin ma'noda butun davlatimiz ichida qo'yilishimi ko'rilish nisbati cho'qim yuqori bo'ldi degan ishonch bilan ishlagan mablag' sinilgan film bo'lg'achqa, buningki besimi a'lo qaraganda albatta yuqori bo'ldi deyishga bo'ldi-da. Bu film jo'sh qilib shu bizning shu amaliy turmushda yuz bergan voqea, o'z vaqtida Xotanda yuz bergan bir kichik bola qo'li uzilib ketish jarayonida shu har qaysi sohadagi shu ommaninki shunda deyishib qo'ygandeklar
bir yerdagi vaqalik bilan bir shundan ulashgan. Vaqtmi shu nayta shu netisatning ichida cho'qim balonni operatsiya qilib, tumorni ulash, shunda joyga kelib ketganda, haqiqiy chin vaqalik bo'lganligi uchun bu kinoni keng xalq ommasi Jungoda ta'sir qo'zg'adi deb o'ylayman. Rahmat eda, endi bir şeyde o'zimniki shaxsan so'ramoqchi bo'lgan savollarim. Arzugul Reşit desa, mush qizval shu Turpandagi muhabbat naqsini ishlagan, andikin palonchi kinoda chiqqan, pustanchi kinoda chiqqan deb bunda bir obrazlaringiz bor. Endi ba'zan bir qism ko'rmanlar ismingizni aniq uqmay, qizvola, ma qizvolga deb turib bunda Anarxon deydi. Ha, kinodagi obrazingizni tutib oldigan, shu ismlarni esda tutib oldigan bunda ahvollar bor. Endi men o'ylab qoldim, shu Arzugul Reşit deb biz tashqi jihatdan bildik emas, tushunib baqsaq deb qoldim-ku men. Texim ishkirlab kirib. Texim ishkirlab kirib. Masalan, siz nadan, qanday bo'lib ash filmlarga tanlanish imtiyozlariga erishib qoldingiz? Bu jihat qanday taraqqiyotlar bo'ldi? Qanday qiyinchilik bo'ldi degandekchi? Mening ismim Arzugul Reşit. Mening asli kasbim usul kasbi. Men aktyorlikda o'qimagan. 94-yil Shinjon tunchi qaror Bali sinib ichilgan. Shu vaqtda men shu Balida o'qigan. Balida o'qib 94dan 98-yil. 98-yili Bali kasbida yana davomli o'rlab o'qidim. U yerda o'qishni tamomlab bo'lgandan keyin qaytib kelib, bir yoqdan san'at maktabida yana davomli ishlab, yana bir yoqdan davomli o'rlab o'qib keldim. Hozirda ishlatyapman. Meningki kasbim aktyorlik emas. Usulni o'rganganligimiz uchun shu chiroy turuq, jihatda ifodalash jihatdan bo'lsin. Biror rollarga ilish to'g'ri kelgan chog'da asosan shu rejissyorlar san'at maktabiga kelib, artistlarni tanlaydi emasmi? Shu jarayonda mening bu sohaga kirishimga birinchi turki bo'lgan ustozim deyman, Sherzod Yoqub apandim. To'liq tarbiyalagan. Uning kichik filmlariga chiqqan, masalan, shu Turpandagi muhabbat naqsi. Mehmetning 2008-yili Urumchi osmoni. Mening ishlagan kinolarim chiqqanman sanoqliqlam, lekin hammasi shundan nodir. O'zim shundan yoqtiraman. Kino ishlash jarayonida ba'zilar deydi, "Nimishqa kinoni jiq chiqmaysa, filmlarga jiq chiqmaysa" degan savollar bo'ldi. Mening o'sha ustozimning qolgan bir nim deymiz, yo'l ko'rsatishimki, har qanday narsani qilgan chog'da eng yaxshisini tanlab turib, o'zingizga tushgan, shunday rollar yaxshi o'z fursatdan bermay qatnashing. Odatdagi chiqmasin bo'lgan narsalar bo'lsa, chiqmasingiz bo'ldi degandan keyin bu ro'xil chiqmadingizdan ya undaq emas, o'zim yaxshi ko'rsam, oldi bilan bu film bu debda meni ta'sirlantirish kerak. Men ta'sirlangandan keyin anki xalq ommasi ko'rsimi, azroq his tuyg'ulardamda ta'sirli ko'ramdikin, yaxshi ko'ramdikin deyman. Ondaki yana bir siyada gapingiz bilib qoldim. Çoxum ta'sirli kinolar chiqamsiz. Komediyalik filmlar tushuma deb o'ylamsiz masalan. Yo'q, meni sinab boqim va men ashta fursatlar bo'lgach cho'qim qo'ldan bermaysiz. Qo'ldan bermayman. Turpandagi muhabbat naqsimi intayin sho'x bo'lgan bir qiz bu. Uningdek obraz ishtaqa. Balkim mening shu taqdirqim pek ashundaq gap anglaydigan, undaq mehribon bo'lgandan keyin ashta rollarga tushib qolamdiq hamda, lekin nim deymiz. Bugun unda bo'lsa, shu o'zingizniki orzusi bo'yicha-da, anda rollarni apaqingiz bor emasmi? Hozir şu bek ilmiylikten çıkıp durup bir Azazul'niki rollarını bir ağız bakaylı. Bugün bir kör bakaylı. Kanda? Bula? Bulu da? Nasıl napahmağan, nakmaydandırında. O ilaka ili turib bulduğun işler da, lekin siz çoğum qıpamsınız bulmaydıgan bir ötkel cuma da. Şunda bağanda siz Ürümçi tuğulgan. Başlangıç, o'ttir maktab, to'liqlarning hammani Ürümchida tamomladingiz, o'rlab o'qidingiz. Anandikin shu Turpandagi muhabbat naqsi sizniki tunji filmingiz hisoblandi shundaqo. Uningga tanlashdagi asosli sabab sizniki taqdirq chiroyingiz bo'qaldi degan gapda. Shu vaqtda shu Turpandagi muhabbat naqsi bu obrazmi intayin sho'q, ham taqdirq chiroyliqda, ham do'yo bo'lgandan keyin so'zlaydigan, ham usloynaydigan ko'rinishlar bor. Naq shunga tushib qopti, men naq maydon berib rol atmoqda deydi. Sizning chiroyingiz eda, men o'shda qarayman, bir yilqi Shinjongning obraziga vakillik qildigan bir chiroydek men o'shda yuz qilaman. Şəxsən özüm. Aş kinoga məcəb düşübdikə deb qalğanman. Bizdən xiyalimizdəki bir obrazni aşını əks ətrib yerələbdi. Daoyan yamanka deb mən bir qayıl olğan. Şu cəhətlərdə çıxıb tərəqqiyatlarınız aşdandan keyin üzülüb qalmadığıdı da hazırgacha. Şu kinodan başlandı. Astasda keyinki filmlər, köp qismli teatrları aşınday oldu. Astasda mən kelyaptım, yəni davamlıq tırışıyaptım. Yaxşı fürsətlər bolsa, xalq üçün, tamaşaçılar üçün yəni davamlıq tırışıman. Kütməzədə. Lekin şu yaqinqi mezgillarda siz bir to'xtab qolgandingiz orliqda.
Andaki ma oddiy qahramon degan film bilan yana bir maydonga chiqdingizda hisobda. Hisobda shu to'xtab qilishning sababi bor. Masalan. Demay desam begizatdingiz ama yavaşkasiz. Men oila qo'yibdim shunda. Unda bo'lgandan keyin hamma narsani tang olib ketish reallikka uyg'un kelmaydi. Siz hamma narsada yaxshi olib ketaman desangiz, menimcha tanışıp minish kerak. Bir mezgillarim bo'ldi, hamda oilada, hamda bolalar bo'ldi. Oilada mi ancha-muncha tirishchilik ko'rsatmasak bo'lmaydi. Mana shunga balkim shu vaqtlarda siz degandek to'g'ri gap qilib bir mezgil o'tib ketib qoldi demoqchi. Lekin yana shu tang apmong'ilimi bo'ladi jumada. Apmong'il bo'ldi deb hamda shunda vaqtlar bo'lgan, chunki mana film ishlash jarayonida mush bizning masalan oylik bo'lgan chog'da sizniki mush oilangizga, masalan bolaga bo'lgan bir xil ota-ona bo'lganki cho'qim shuning o'tisidan chiqishingiz kerak. Men film qatnashdim, boshqa jihatdan shundan nom shuhratga erishdim degan bilan yana ma'lum bir sabablar turmushdagi ishlar kelgan chog'da odamchi men tangab mang'ilmaydi deganim shu. Onni tashlab qo'ysangiz, qaysi tarafda tirishchilik ko'rsatsangiz, shu tarafda natija qozonib ekansiz. Masalan, kasbingizga bakroq tirishsangiz, kasbda ro'naq topadi ekansiz. Oilaga tirishsangiz, valloh gullandi, shundaqmi? Vallohdan natijalarni ko'rsiz. Ba'zi vaqtlarda hamda o'zini ham o'ylamay, oilani o'ylasam, menimcha bu tanglashgan bo'ladi. Demak, siz shaxsiyatchi emas edi. Men shaxsiyatchi emas. Chiqib oilangiz uchun cho'ng badal to'lashga har vaqt rozi demoqchi-da. Lekin qanday bo'lmasin, bizning yana kutadiganimiz biz bir ko'rinman bo'lish sifatimiz bilan fursatlar bo'lsa, cho'qim biz uchun bir xizmatlarda bo'lsa deydigan bir umidimiz, orzuyimiz bor. Yaxshi fursatlar bo'lsa, men qo'ldan bermayman. Bu oilamdagilarni biladi, masalan, yaxshi bir kitoblar bo'lsa, men qulog'im desam, va qo'llaydi. Mening mushar bir filmga chiqish jarayonlarim, mening oqisabdiki, mush turmushdagi ig'irchiligimni ota-onam ko'tarib, yo'ldoshim, qiynatdim, mushlarning hammasi yordami ostida men mushunchalik rollarga chiqib, asosimi natija qozonib keldi. Shunlashqa oilamdagilarning qo'llab-quvvatlashi, ota-onamning tarbiyalashi, yo'ldoshimning qo'llashi oyliqli bo'lmaydi. Hammasining kuchi bilan o'zingiz yaxshi ko'rgan kasbni texmi asta bo'lsa-mo surat davomlashtira olasizda, deb shundaqmi? Programma guruhimiz nomidan butun oilangizdagilarga ham bir qatam rahmatimizni, hurmatimizni bildiramiz. Rahmat. Unda bo'lsa-da, programmamizdagi muqim so'rilgan 8 savol bor, uni bilsiz. O'sha turmushingizga munosabatli bo'lishi mumkin. Ish qilib qanday bo'lsa bir astoydil javob berishingizni umid qilamiz-da. Sinab baqaling. Sinab baqamda. Birinchi savol, siz bu yil qancha yosh? Bu yil 40 yoshga kirdim. Rasman? Rasmada? Unda emasda? Bu yil 40 yoshga kirdim. Bu savolni jihlan so'rab ketdim, mishadilam. Inoqlab davatdim mana. Men shu 36, 35 la atrofida mitki debdi mataxa. Kirib bo'ldingizmi? Kirib bo'ldim. Dasa bo'ldingiz. Salomat bo'ling. Unda ikkinchisi, siz qanchinchi yil to'y qilgan yo'ldoshingiz va bolalaringiz to'g'riliq so'zlab bergan ularning ismlari kim? Ben 2006-yil to'y qilgan. Yo'ldoshimning ismi Anvar. Mening 2 o'g'lim bor. Tamam. Tugadi. Unda bo'lsa Anvar akam davomli qo'llab tura oladi ekanda sizni. Yaxshi qo'llab turdi. Shunga shundaq nodir filmlarga qatnashib davomli chiqyapmiz bu. Assos bo'lsin. So'z bo'ladi-da. Abay bir gapni deyishni unutib qolibdim. Sizniki uydagilar cho'nglar nima ish qildi? Ba'zilar deydi, bu qizchiq artistlar ishtaqo ota-onasining ta'sirisida yoki san'atda oilikda chiqib. Bizning uydagilar odatdagi adamlar ya san'at shug'ullanmaydi. Mening bu san'at sohasiga kirishim kichik vaqtimizda u vaqtlarda shu Mehmet Hivayjon artist bo'lgan qiz, men odamdan Ruslan Ibrohimjonning kinosi pek yoqtirmay. Kichigimdan tortib shuni ko'rib, qachon shunda bir obrazlar bo'lsa, men ekranlarga chiqib baqsam, rol olib baqsam, shu xil istak bilan asta-asta shu andiki shonyagonlarda o'qib, shonyagonda Oysat maktab imtihon berdi ekan deb u balet deganini bilmaymiz vaqtlarda. Shu vaqtlarda tunji qaror konfiga hukumatning ko'tarilgan. Shuningga imtihon bersak, men milliy usulga imtihon berman deb qarsam, balet kutib qopdim men. Siz burun mastona bo'lgan shu odamlar bilan, shu shaxslar bilan birga kinolarga chiqa oldingiz. Buning o'zi cho'ng bir muvaffaqiyat. Demak, siz orzuyingizga yetib oldingiz-da shundami? Tirishayapmiz. Yani azraq bir yer qoldi. Azraq bir yerlar bor. Hozir 9:05 lama, azraq yarim nomer. Unda bo'lsa-da keyingisi kino suratga elayotgan vaqtlarda yuz bergan bir qiziqarli ishlar bormi? Bir ish, lekin kino surat elish jarayoni emas. Mehmetning 2008-yil degan filmni qo'yib, ishlarga berib, shu yin qilamiz emas. Aslida mush Urumchi
tavallikda bo'ldik. Sanjiq bo'lgan chog'da bir maktabning bolalariga deyman, butun maktab bolalariga. Kino tugagandan keyin butun o'sha guruhdagi a'zolar naq maydonda, ekranda, ashada riyosatchi e'lon qildi-da. O'sha kinoga chiqqan asosliq artistlar oramizda naq maydonga chiqsin desa, kichik bolalar degan chuqurishib ketdi yani. Naq maydonda ular bilan bo'ldik, o'zaro mungdashibdik, o'zimizning rol elish jarayonidagi hissiyotlarimizni so'zlab, ma'g'an chig'imizda shunda umoq bir bola yinim ketdi, yurib ketdi. Dilbar muallim meni futbol komandangizga olsangiz yaxshi men to'pni bak yaxshi tutaman deb pek umoq bu bola. Shu vaqtda hamda suyunib ketganman. Bu bolalar mush kinoni ko'rib rostchilda bu kichik bolalar kirishibdi-da kinoga. Rosta bo'ladida. Shunda bir klubi bo'lsa, mana naq maydon kapti bular. Bu rasmiy trenerga qaraganda meni olsa, men yaxshi tepdim deb naq maydonda gaq ketganda bir xil hammamiz kulib jo'y bek umoqqa mush ta'sir qilibdi. Mush bolalar yaxshi ko'ribdi. Bizmi xush bo'ldik shunga qarab. Bo'libmi bizda mush Shinjongda to'pqa mastona bo'lgan bolalar bir qadar ko'proq bu. Mayadimi bolalar bormi? Komandasi bormi? Kirsak bo'ladi. To'g'ri komanda qilib. Sizlar to'pqa bo'lgan tushanchangiz qanday? Normalmi? Chiqib xili xabaringiz bor deb o'ylayman hamda. Shu filmlarga chiqqan bo'lgandan keyin. Hamda shu film chiqish jarayonida ancha-muncha texnik jihatdan ancha-muncha uygunmizda hamda. Harakatlaringiz qanday? Hozir to'p bo'lgan bo'lsa bir dayliq qilib bergan bo'lsa. Kiyimlar bilan bo'lmasa. Unda bo'lsa da mush jebinim ko'ramiz har qitimda. Ha, ko'rma. Maqetimi ko'rdingizmi? Futbol cho'lponlaridan kimni eng yaxshi ko'rasiz? Silochi, mutq silodan ketib o'tiraksizmi? Qizlarning ko'pincha siloga amroq qo'yamdi. O'xshash kemiz. Ayollarga bek padarchi o, shundaqmi? Qizlar odatda boshqa jihatlardan diqqat qilmaydi, ayollarga vafodarlarni bek yaxshi ko'rdi. Qizı yosh boladek unda qiziqib yurib bilmayman. Ba'zi bir narsani ko'rib qolganmiz-ku, turmushdagi narsani ko'rib, shuningdan bilmam, ma falonchi ekanda deb. Unda futbolga kirishib ma falonchi deb unda unchalar cho'nqur tushunib ketmayman. Unchalik emas. Unda bo'lsa, siz eng yaxshi ko'radigan kino artistlari kim o? Shu Shinjongda juma tanlash. Hozir men sizga ikki ism deyman, cho'qim birini tanlaysiz. Tanlamasangiz bo'lmaydi juma. Tanlash. Yo'q, davlat xarakterlik tonilgan artistlardan Dilraba, Gulnazar. Qaysini tanlaysiz? Sen cho'qim birini. Cho'qim birini. Biz Uyg'urlarning ichidan chiqqan faxrimiz bu ikkisi. Yo'q, birini tanlang. O'z oldiga Gulnazarni yaxshi ko'raman. Gulnazar. Unda bo'lsa, Shinjongdagi cho'lponlar sizne Xayrgul Hasan, Güzel Nur Qurban. Nasıl sorma? Cho'qim tanlash bor. Yaxshi ko'raman. Siz bir ko'rinman. Ko'rinman nuqtasidan ko'rib turib, shu qaysi obrazlarni bakrak yaxshi ko'rdingiz, ashuni tutib bersangiz bo'ldi. Hammasi bizniki ustozlar emas, Güzel Nur Qurban. Yaxshi ko'raman haqiqatan. Birini tanlang desangiz Xayrguldan. Ma'qul. Kekisi Abdukerim Ablaziz Xalmurat Ömer. İsim hoş gelirse. Üstün endi ayollarga sodiq ishkilisi. Sizning sog'lig'ingiz salqatalik. Yo'q, siz birini tanlab bersangiz bo'ldi. Abdukerim Ablaziz. Billikni chiqib baqqan shundami? Shuning yuzini qilib qoldingizda. Abdukerim kama turmuşda ademigerçilik, ademilik jihatlardan Xalmurat kam hammaydan shu. Hammaylarning isi, lekin hamda buni faqat kayfiyat ko'tarishning bir qismi. Buni tanlash yo'qdi, men yangidan qilibsiz a? Yangidan kirib qolmasmi? O'z tanlaydi artistlar, o'z tanlaydi. Lekin faqatlam oshnanda mo'yliq degil unumaydi ekan emasmi? Shunga udul tashlab bersak, mana bir qiyin savol qilib ber. Sizning hozir xili nima bo'lib qoldingiz emasmi? Unda keyingisi Mehrigul Ahmad, April Samat. Yaxshi ko'raman. Vau. Tasvirni yaxshi ko'raman. Hozir amda vaqtliq birini tanlab qo'yib turamda. April Samat apamiz shundami? Kinoni hammamizning bo'ldi boshlagan. Hamma narsa taraqqiy qilib, endi kinochilik hozir kelgan chog'da yoshlarga shundan yaxshi fursatlar bo'ladi. Dilraba, Gulnazar degandek. Aşı April Samat apashlarni masalan, shu davr-davrga o'xshamaydi. Shu vaqtda bizning eng ataqliq, bizga ko'z ko'ringan hozir shunda bir xil hurmatim bor. Isl artistlarimiz. Ustozlarga ham bir qatim hurmatimizni bildiramiz. Unda bo'lsa da keyingisi, ma o'tapol deyjuma, hamda artistlarni tanlash. Asos jihatdan ko'nglingizdagi obrazi cho'nqurroq, atashga tegishli odamlarni bir atab qo'ydingiz-ku. Mush fursatda hamma ataldi ismlari. Hammasini yaxshi ko'rsiz. Yaxshi ko'rdiganlaringizdan orasida birini tanlang deb qiynab qo'ydik xolos. Bu o'tapol deya. Siz hozirgi Vanxonlar qanday qaraysiz to'r cho'lponlarga?
yosh bolalar haqiqatan bek tirishadi ekan har sohada bo'lib shu to'rdan foydalanib vanxon bo'lib tashviqot orqali yaxshi ishlarni qilganlar bor shunda yaxshi ish qilganlarni davomli yaxshi ishlarni qilib texim yaxshi mazmunlarni ishlab xalq ommasiga yaxshi bo'lgan energiyalarni taqitib o'zining vanxonlik mush darajasini yaxshi bir saqlab qolsa qalayimqa ishlarda bo'lmaskan ham shu yo'lda bo'lskan deb o'ylayman endi bu taraf tushunchimni rahmo cho'nqurlab bundan his qilib bo'lamidim endi chunki bu har qanday bir qilmish atmishlar yoki bo'lmasa har qanday bir asar deylik film ishlaylik mayli nima qilaylik jibo qilaylik bu bir saqlanib qolgan narsa xohlagan odam looping qilib saqlab olaydi buni buningdan keyingi bolalarmi cho'qim ko'ra oladi-ku unda ahvol ostida o'yinlarda unda o'ynab ketmaganki deymiz bu ishlar ancha qiziqmagankin bilib ketmaydigan madanga siz desangiz endi bilinadi ba'zi bir yaqindagi to'rlarda o'zaro musobaqalashadigan har xil bo'lmaydigan qiliqlarmi bo'ldi ekan-ku gap so'zlarda menimcha bo'lganda bunday ishlar bo'lsa radiyo bagdagi yerimiz bo'lsa radiyo basak deyman baslashgan bo'lsa haqiqiy qo'soqdagi bilim bilan baslashsang kishilarga energiya taqdirlaydigan haqiqiy his qildiradigan mazmunlar bo'lsa yangi har xil usullarda yangi bo'lgan masalan kalt filmlarni shundaqmi bir film orqali bir mazmundan adamcha bir odamiylikni yaxshi bir energiyalik narsalarni mazmunlarni bilib olg'ili bo'lar emasmi yo'qolgan ishlarda endi sal o'zini yig'sa yaxshi bo'larmikin deyman endi mening his qilganlarim to'g'ri shu uning ustiga hozir shu yaqinda programmamizdami asosli bir yo'rtayli nurg'un ko'p sondagi kishilar ko'rayotgan bir programma bo'lgandan keyin shular o'sim ozroq bir ta'sir bo'lib qolsa 10 odamniki birsiga yo ikkisiga ta'sir qila olsa deb turib shu orzu armonlar bilan ishlayapmiz masalan hozir o'g'amol o'xshamaydigan qiz bola o'xshamaydigan pike qildik pul topdik deblam o'zininki inovatini yo ota onasiniki obrazini o'ylashmaydigan bunda bir ishlar haqiqatan bek avjab ketdi emasmi unda bo'lishlik sababmi ko'pchilik qo'llab bergan dedik faqat o'zimiz ko'ribli bo'ldi qilmay boshqalarga qiziqchilikda bir taqib ma gapni qilib qoldingiz ma gapni qildingiz mushundoq vanxonlarga mushu qo'llig'uvchilarda gap bor bo'lsa mushundoq ishlarni to'sish uchun har bir qo'llig'uvchi qo'llamaslik kerak nima uchun qo'llaysa nima uchun ko'rsa sen yaxshi zanglik qilib ko'rgan bo'lsangmi endi vanxon bo'lib ketadi shundaqmi shundoq qilganki bu ishtihimi avjiga ketadi bunday ishlarni biz raddiya berish uchun to'sash uchun har bir kishi o'zi xohlagan yaxshi kishilarni shundaqmi sizga haqiqiy narsalarni energiya taqdirlaydiganlarni ko'plab qo'llab bersak bundolarni bo'lsa odamlarning o'zining ixtiyorligi lekin shunday bo'lsa-mi har bir odamning bir o'ylanishga tegishli bir burji deb o'ylayman to'g'ri o'zimizdan boshlasak-chu to'g'ri edi ko'rmanlarninki bir ko'plab diqqat qilishni so'raymiz rahmat sizlarga tugaydi unda bo'lsa keyingisi shu naq maydonda bilib qoldingiz axcham bilganda qilma Mush naq maydonda hammaylar burungi vaqtlarda sizni kino filmlarni ko'rdik. Hatto bir ijodlarni ko'rpaqmidik, bir qisqa filmlarni ko'rpaqmidik dedik. Bizniki hammaylarniki talabimiz naq maydonda bir azroq rol o'ynab beradigan fursat bo'lib qolsa, o'ynab bergan bo'lsangiz. Men bundan naq maydonda o'ynab boqmagan bilmadim endi. Chuqum qila oladigansiz-da, qilamiz. Yo'q, ishim yo'q, o'ynaylik, nima o'ynaymiz? Daftar ketmaydi qo'ydi. Kino izlasangiz bir kun burun bu yerda daftarni meni yodla deb, bu siz naq maydonda. Bugun o'ynaylik, aytlik daftarni men yozib qo'lingizga bering. Yozib men kelib qaytadan o'ynayman. Buning hamsi ko'rmalarning xo'shalik uchun hamda naq maydonda atoyatdan chiqqaniki cho'qim bir narsa qilib berdi deb turib intizorlik bilan kutyapti emasmi? Cho'lpan keldi. Gup gup gup. Gup 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 gup. Kira. Kira deydi. Qanday ahvolingiz? Xush kelding. Bu söylep düştünüz adamda. Qaysi kinoga birdim qiyin qahramon deb bir kino ishlaykansizga? Onunda bir balning puti uzilib ketdi-ekan. Dadisining roliga. Adam lazım deydi. Shundan men bunday qarsam, o'zimni bir yosh kirgan balam bor. Men mehr muhabbatni bek his qila olmayman. Mehr muhabbatni his qilamsan. Ams apaqa ko'r paqay. Nimani? Aşı dadısının roluna baqa. Bu dadısının rolunu qanday apaqimi bu yerda bu qiziq. Jöbirni bersangiz bu ko'rib ammamdiqni. Jöbirni ko'pdan qarab baqaya. Sen amsa, men ko'rdingmi? Mushni o'qib oldim, mush mazmunni o'ynab baqa. Ma mazmunmi o'shu? Bu yo'qa.
Dadisi balam deb yugurib borgan ekan Anaqa shu. Balamcho siz bilamsiz? Siz bu berib turamsiz? Buni yo'q o'ynaysan. Balınaylık pütüzlük sizken mi bunda? Niye bu traktörlük kıvıtandı? Da oynaş jarayonda balısının putu üzülüp ketdi. Dada şu jarayonni qanday qildi? O'zing shu holatni o'ynab baqay, ko'p baqay. Gülüp pütüzlü üzülüp ketdi yaptı. Ucu. Ova putan üzülüp tutuyorsun ha? Sen kope o doktor. Balam nima bo'ldi demiyada? Pütüzlük ketdi. Qaydan kela? Bo'lmadi. Balam putan o'zilib kesmishda qilamsa? Öz kapsizlik qilib ketgan emasmi uydan chiqib? Qaydan kela? Qaydan kelamda? Ha. Qo'lingni deb tani qo'y. Ha. Gülüp qilib berasiz. Ha. Gülüp. O balam. O putan qine. Men sana dedim aşamaş oynamamış traktörün altında bir qo'yma o'ynamasın. Neç pul ketemdi ma. Sen başka bir rollarni xatakir qilgan Yo'q, men top to'g'ri. Qiyin qahramon degan shu da biza. Yo'q, qiyin qahramon emas bu. Oddiy qahramon. Oyoqqa boradi. Bag'ayran xato olib qolsin. O xato olib qolmadi, unda bo'lsa boshqa bir fursat bering ha menga. Mening tozaliqqa kirish bo'lmay qoldim men. Boshqa rol bersangiz aytdim men. Qiyin qahramonning boshqa rollari bormi? Qiyin qahramonniki nima rolni olgan bo'lsin? Doktor olsun buludu. Ha, bo'pti, doktorni yapaqaras. Men bir sinab baqaysın. Doktornikimi? Ha. Men operatsiya qildim hozir. Nasıl ma karvat olsun ha? Telefon düşüplam deydi qo'y, qandaq. Men telefonni olay ha. Siz gülüp deb bering ha? Gülüp. Vay, ma zanliq qanday qo'ymanda esiyatlik deysiz uni. Hey, yo'laga adam, men de sana tayoq qilib beramda. Voy, siz ma hozir vaqtliq rejissorlik qilib tursiz, gülüp deb bersangiz men boshlayman mesmani. Gülüp. Ucu. Va putu yüzük üstüme. Oy yo. İşte ne bu kaldı bu? Siz moş doktorxonamizdan qishidiki, jiddiy qutqizishga kirsangiz, anki biz bir amal qilsak bo'ldi balni. Ha? Deyma. Aytman demalima. O'g'illikka sen xatoliksa, sen rasmiy xatoliksa. Sen mayli Lekin men shu tugudi. Rahmat senga. Ama o'tdimmi? Telefon saqla, ha? Sen o'tib qolsan, senga cho'qim telefon qilmas. Rasmi yoki? Rasmi yoki? Sen telefon qilish mumkin, xo'sh, ma'qul. Demak, o'g'lim ras o'tdimmi yoki? O'tdimmi? Ha. Nega o'tgandimi? To'xta, bu qachon? Shu. Oshirolg'i tush kerak, ha? Men shu. O'zingiz qanday qiziqasiz? O'quvchingizga muomala qilgandek muomala qilib qo'ydingiz hamda bu. Chiqing. Kulib olsaqni asos qilib turib ko'radigan ko'rmanlarmi bek jiq emasmi? Abaytiq yaxshi paranglashdik, siz to'g'riliq tushundik, oilangiz to'g'riliq tushundik, to'rdoshlarga demoqchi bo'lgan yurak so'zlaringizni ancha-muncha his qildik, angladik. Qisqa bir rol o'ynab bergandan sirt, naq maydonda bir o'yin o'ynab kayfiyatni ozroq ko'taradigan qisqa bir bosqichimiz bor. Shuningda masala yo'q deb o'ylayman. Sinab baqamdoq. Lencu. Kobe. Mevlan Niyaz. Ha? Kulağını kandam. Dedi ki işpada beremedi o. İşpada berdim ya. İşpada beremedi şuna o.
Qani qaytqilar? Hindiston. Voy, debdi qo'ydingiz-ku, Shahrixon. Yo'q. Amirxon. Unib ipi 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 lay unib ipi 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 Lisa. Chungha. Guldasan. Shu shundaroq. Tamam. Qiziq. Burchaq apandimmi? Ha, yaxshi. Rosa qildigan, to'g'ri. Nazinim. Husningga Nuraliyasan. Qaysinma? Yevin. Yiqilashdingiz. Jinsdan. Yo'q, yiqilashdingiz. Chongdong. Yes. Chongdongning bir ortiqchiligi ta'sir qildigan. Minni bir yar demchi yar. Burtu aka. Minni bir yar. Ko'zimga burtliq ayolni ichida ko'rdim. Burtva. Ayta bir narsaga. Men topolmadim. Esqir riqib. Tamam. Yo'q. Jinsdan. Yevin. Nig'mat. Yo'q. Asqa. O'sqirda bir yozuvchimi? Gulshin. Va. Hujum. Qada.是万新格， No. 史泰龙，是吗？对哎呀，太光棍。Oynasın ya. Kızlama. Kızlama. İşte oynamda. Qildan bir tozasi isimda. Gülmira. Yo'q. Tursun İbrahimcan. Şey. Hem de iş gör. Birçok okşaydı o meşi var. Yanlışları arasla. Eysa. Yo'q. 5 4 3 2 1. Tuttum oxiri. Meme bekasi dedi qancha. Michel'in adamı mı ya? Michel'in adamı mı ya? Çuvazi. Oh. 어떻게 한 모연? 아, 말 뻔뻔히 느껴. Ganchen chicken. Ganchen. Kim o abi? Chopper. Chopper. 5 4 Beethoven. Oh. Michael Jackson.
Ha? Beş. İnşallah. Bir tutu olaylı bir kıtım. Li. Bu çomunda. Asa sedna şunda özün fıngası. Vitas. सूरज हुआ मत्थम चांद जलने लगा आसमां ये शौक भरने लगा Şerifhan. Çolpan geldi. Hazır müşede oyunumu oynap tamamlanıp boldu, cezasını ötep boldunuz, rolmu oynap ediniz. Siz doğruluk hem düşüncelerge to'liq ega bo'ldik. Mush naq maydondagi ko'rmalarniki orasida balkim so'raydigan savollari bor, do'stlarimizmi bo'lishi mumkin. So'raydigan qanday savollar bo'lsa, mayli film to'g'riliq, mayli kasb to'g'riliq, tushunmagan nuqtalar bo'lsa, so'rasanglar hozir fursat beramiz. Köpçülük yaxşımısılar, onların 2023-cü yeni utuqlarını qazanıb çıxışınlarını çin könglimdən ümid qılman. Əmdi bu yerdə arzuladamdan sormaqçı boğunum.
Arzgulardan bayan deb o'tdi, o'ziniki asli orzusi bizning milliy usulchilikqa imkon berib, shu kasb bilan shug'ullanmoqchi ekandik. Andan mish kasb bilan bulamay qapsiz, shu vaqtda siz o'zingizning kayfiyatingizni qanday to'g'rilagan yoki o'zingizga qanday madadlar bilan hozir kasbingizni shunday so'yib kelyapsiz ham bizga shunday yaxshi asarlarni aytkilyapsiz, shuni bek bilgim bor edi. Men shu o'z vaqtida men aytib o'tdim, shu bali kasbi qabul qilingan deb. Bu usulda tarbiyalansa, birsiga shu qizlarning tashqi qiyofat, o'rindash, o'ziga bo'lgan ishonch, to'lib ekanchu. Ankin tanlagan chog'da tunji qitim shu Turpondagi muhabbat naqsi. Shu filmga chiqdim. Shu film chiqish jarayonida ay to'xtabdi, men shu usuldan sirt, shu kino sohasida taraqqiy qilsam, to'g'ri bo'ldi ekan. Kasbimni tashlamay, sat maktabda vallahi usullar o'taman. Tashlab etmadim. Hozirga shunchalik yaxshi ko'rman, suyman kasbimni. Bir tarafdan kasbdan sirt shu kinochilik sohasiga kirib qoldim. Ikkisini tang ilib beryapman deb o'ylayman. Birisini qilib, birisini tashlab qo'ygan ish yo'q. Yosh notlarni yetishtiryapmiz. E'lon xizmatda. E'lon xizmatda. Yaxshimisiz. Men sizni iliqqa Gulmira Ahmed deb o'ylayman-chu. Chiroyingiz bek o'xshaydigandek his qildim. Men kinolarga kirib boqqancha siz rol olgan kinolarning, lekin men sizni ismingizni Arzugul ekanligini hozir chiqmaydi ekan, buni kechirim so'rayman. Andan keyin men sizdan so'raydiganim artistlik hayotingizni boshlagandan keyinmi o'yliqqa o'zingiz umidsizlanib voz kechishni o'ylab boqqan vaqtingiz bormi? Boshlayman. Yaxshi savol bo'ldi. Rahmat sizga. Men kinoga chiqib tursam, balkim jihlar bu o'z qiziqib, xijilolmaydigan deb ish qilib Aslında o'ylash mumkin, lekin ishonsanglar, xijilchandim men. Uni his qildik, bu programmada his qildik. Xijilchandim. Uy, mushta kinolarga tanlabdi degan chog'da degan, astoydil bo'lganligi, o'zimga qo'ygan talab yuqori bo'lgan. Chunki men tunji qitim o'sha kino Turpondagi muhabbat naqsida Uralkam, Xurshid Adamlar, shuni atoqli artistlarda mushlar bilan tang rolga chiqib, ham asosiy rolni ilish uchun bir besim bo'lgan. Lekin shu besimni ba'zida odamga zo'r natijalarni keldik. O'zimga qo'ygan talab yuqori bo'lgan. Shu orqali tirishib, hozirgidek mushtasida asta-asta yetishyapmiz, tirishyapmiz. Buniki mi tirishimiz? Bu hamma narsa hamdi o'ziga bo'lgan ishonchchi odam qancha yuqori bo'lsa, o'ziga ishonch qilsa, men abay deb o'tdim. O'zimizning beshidan o'tganlarni deymiz-ku yoshlarga. O'zinglar qattiq ishinglar. Shu ekrandagi yoshlarga deydigan gapim shu. O'zi qattiq ishongancha cho'qim natijaga erishishga. Men xijilchandim-ku, mashina qism qamlashtira olamanmi, oxir qanday bo'lar degan unda o'y fikrda bo'lmay, oldi bilan o'zimizni o'qitishimiz kerak ekan. O'zingizga ishonch bog'lab, oldi bilan birinchi qadamni dadil tashlab, ishonch bilan qilib voyaga yetkazib o'tishimiz mumkin. Shunlashqa davomli tirishaylik. Rahmat. Salam ekran oldidagi barcha aziz ko'rarmanlar, salam riyosatchi Nurali ukam. Salam eng go'zal chiroyli umaq cho'lponimiz Arzugul xonim, xush kelibsiz. Men Sadatjon salam. Cho'lponlarning arasidan Dilnar Abdulla xonim, shularni qatorida sizni shunchalik yaxshi ko'rman. Bo'libimiz 2008-yil degan kinoni ko'rgan vaqtdan boshlab sizga boshqachalar qiziqib qolgancha. Shunchalik yaxshi ko'rib, shu kinoni ishlash jarayonida o'zingizga cho'nqur bir ta'sir qilgan ishlarni bir anglag'im keldi. Yana birisiga bizdek xonim qizlarga go'zallik to'g'risida sizdek yosh tura oladiganlik tavsiya qilgancha go'zallik maxfiyatligingiz bormi? U bo'lsa, abida ishimni ketdi. Mehmet'le 2008-yil ishlash jarayonidagi hamda bir bu filmni hamda jihlar balkim bilmaydi. Men bolamni tunç o'g'limni tug'ib 4 oylik vaqt. 4 oylik vaqt bo'lgan chog'da film uchun, ya'ni kasbimizni suyganligimiz uchun uydagilarni shunday qo'llagan. Shu vaqtda berib ishlagan. Bu jarayondagi bu hikoya esimdan chiqmagandak, menga esimdan chiqmaydigan hikoya. Balani tashlab kasb uchun shu vaqtda shunday bir qurbonlik bergan. Lekin shu abay shunday yaxshi savol so'radingiz. Oldi bilan odam oqko'ngil bo'lish kerak. Hamda har qaysi jihatda go'zal bo'lish uchun oldi bilan o'zimizni mukammal qilishimiz kerak. Ugundigan narsamiz haqiqatan jiq. Mush ishim kelgan chog'da men shuni his qilman. Men ugundigan narsam yana bor ekan, davomli tirishsam bo'ldi ekan deb har jihatdan tirishchanlik ko'rsatyapman. Go'zal qizlarga, xonim qizlarga deydiganimmi, ichki jihatdan mo'llashib, tashqi jihatdan hamda harakat. Az bo'lsa-mu, kunda 20 soat bo'lsa-mu harakatni davomlashtirish kerak.
Ankin sirtqi jihatlar rahat, shundaqmi o'zimiz rahat his qilgan pardazlarda oldi bilan girimlarni, so'z girimlarni qilib sirtqa chiqsangizmi, kayfiyatingizmi yaxshi bo'ldi, rangi ro'yingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yaxshi bo'ldi. So'z girimlarni davomli qilishimiz kerak, o'zimizni tashlamasimiz kerak. Ankin tashqi qiyofat, ichki go'zallik, hamma narsani birlashtirganda hamma odam yaxshi ko'ygidek qiyofatda bo'lamiz deb o'ylayman. Rahmat. Talantli yosh riyosatchimiz Nuralijon xalqimizga tanilgan yosh kinochi o'lpinimiz Arzigul Rishit xonim. Albatta sizlarningki yangi yillarga muborak bo'lsin. Rahmat birga bo'lsin. Arzigul xonim, sizning shu oddiy qahramon degan kinoda Keyin qahramonga o'zgartib o'tibsiz. Keyin qahramon degan kinoda siz shunda bir ta'sirlandik. Qo'l uzilib ketgan bolamizningki onasining rolini olibsiz. Men bek ta'sirlandim. Shundan buyon men sizga bo'lgan shunday qiziqishim, sizga bo'lgan hurmatim oshdi. Bugun siz bilan naq maydonda yuz ko'rishganligimdan aytdim, xushal bo'ldim. Keyingi san'at hayotingizda texmo yaxshi iqtiqlarni natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilaman. Sizdan so'raydigan savolim, kinoga rol olgan jarayonda pushaymon qildigan, o'kindigan ishlaringiz bo'lib baqqanmi? Abay deb o'tdik, shu kino bu kasbchi ishlab bo'lgandan keyin siz qaytadan shu ko'rinishlarni, bu kinoni qaytadan ko'rish jarayonida his qilganlaringiz shunday bo'ldi ekan. Abay bu deb o'tdim, ya'ni mundaroq olgan bo'lsam, mundaroq bo'larkan to'q, yaxshilarkan to'q deb odamcha o'ziga bo'lgan qo'ygan talab yuqori bo'lgandan keyin cho'qimlan bo'ladi. Har qanday bir artist o'zi o'rinda bo'lgan asarni qaytadan ko'rgan chog'ida cho'qimla mashina bir yaxshi ilivasmi, yana ma'noda ma'lum qilib ola oladi. Mundaroq olgan bo'lsam yaxshi bo'ldim deb har bir kinoni ko'rgan chog'da ashta his qilamiz. Lekin kino ilish jarayoni haqiqatan pechapaliq. Atdigan qo'payotgan, bir girim qilish uchun natsab 3-4 soat o'tirayotgan, naq maydonga berib shuni og'icha, qaytib kelgacha ish qilib orliq soatlar shunchalik uzoq ketadi, odamni charchaydi. Lekin shu barcha charchashlar ishlash jarayonida rasmiy lentini ko'rinishni ko'rgan vaqtimizda hodig'imiz chiqadi ekan. Axliqqa tatqonga tushliq ish qilib yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Afsuslanarli san'at shakli bu. Cho'qimlan bo'ladi. Bundan keyin ash to'liqlab ma'ngimiz amal bor. Rahmat eda, tomoshabinlarning bilgisi bor savollarga astoydil javob berdingiz. Xo'sh bo'ldik. Amaliyotda bu son programmamizdami so'ralmay qolgan, texmo inchikilib kiramay qolgan nurg'un masalalar bor hozircha. Siz to'g'riliq, turmushingiz to'g'riliq. Endi buni kelak sonlarga olib qo'yaylik. Men shunda qarayman, kelak sonlarda cho'qim chiqishingizga yana bir qaytim tomoshabinlar bilan yuz ko'rishingizga ishonman. Bundan keyin jiqroq chiqaman dedingiz emasmi? Birinchi qadamni bosdik, aldirmaymiz. Endi davomlashtiramizda buni. Bundan keyingi vaqtlarda yana vaqt chiqarib programmamizga alayda qadam tashrif qilib berishingizni yana bir qaytim so'raymiz edi. Tomoshabinlar ko'rinmalak vakolatan bundan keyingi mayli kasb jihat kishilar olamdi va mayli oila turmush jihat kishilar olamdi. Hammasiga baxt, barkat yor bo'lishini umid qilamiz. Eng muhimi salomat bo'lishingizni, texmo go'zal bo'lib, texmo yo'riq, yulduz bo'lib chaqnashingizga, texmo ko'nglimizdagi eng cho'ng o'rindagi bir cho'lpon bo'lishingizga tilakdoshligimizni bildiramiz edi. Rahmat. Minglarga ko'p rahmat. Xo'sh, programmamizdan 2023-yillik tajdorligini Xinjiang Abida Biofan Texnik taraqqiyot chekli shirkati siyosatining kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyat shirkati alayda qolgan. Bovlardan miras tog'dagi qomatga qiyos miras kiyimlari. Necha vaqtlardan beri biz uchun xizmat qildingiz. Masalan, shu Turpondagi muhabbat naqsi degan filmlarni biz o'qiyotgan mezgillarda bir o't bo'lgan filmda, moda bo'lgan filmlar. Shu vaqtlardan tortib sizning filmlaringizni ish qilib chiqsili diqqat qilib ko'rayotgan nurg'un ko'rma mastalaringiz bor. Shularga nisbatan bugungi Cho'lpon keldining soni eng yaxshi bir son bo'lib hisoblandi. Bundan keyin men degandek taraqqiyot ishlaringizni texnik gullangusi ham shundaqla ko'rinman tomoshabin nuqtasidan biz shu necha yillardan beri ko'nglimizda ish ifodalab beramagan sizga bo'lgan rahmatimizni programmamizdan keyin shu rahmat lo'nqimizga yig'incha qildik, mushta qabul qilib saqlashingizni umid qilaman. Rahmat sizga.